Tracker 2 ni yaxshisini, Premier komplektatsiyadagi kraska toza qora rangini qidirib yurganlar uchun bizda navbatdagi Tracker 2 avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, komplektatsiya Premier, bosib o'tgan masofasi probegi 58 ming kilometr. Mashinamiz faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham a'lo darajada, motor ходовой korobkada hech qanaqa muammosi, rasxodlari yo'q, bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Kuzovi tekis holatda, absolyutno toza, kraska tegmagan, qirilgan, sirilgan pachoq joylari ham yo'q, bemalol xohlagan ustunligiga tekshirib olishingiz mumkin. Parog qo'yilgan, chistichna redline qilingan, diskalari qizil poloska bilan bo'yalgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, matviy holatdagi salon, plastmassalar qirilib ketmagan, ko'jalar ideal holatda turibdi, treshina bermagan, yirtilmagan, yorilmagan, rul ideal holatda. Panorama tom albatta mavjud. Akkuratniy, приятный salon. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $16,500. Xohlovchilar uchun через bank avtokreditga ham sotiladi. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.